Tanishing, bu Anna Hathaway. Hammamiz uni mahoratli aktrisa sifatida bilamiz, lekin men uni 500 yil oldin yashagan desam ishonasizmi? Bugun uning filmlari haqida emas, uchrashi qiyin bo'lgan tasodif haqida gaplashamiz. Aktrisa 1982-yilda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Bu esa uning rafiqasi Adam Shulman. Uni kimgadir o'xshatdingiz-a? To'xtang, o'zim topaman. Pyesalar qiroli William Shekspir. Juda ham o'xshaydi. Lekin bu ham hali hammasi emas. Endi mana bu rasmni ko'rishingiz mumkin. Bu rasmda William Shekspirning haqiqiy rafiqasi tasvirlangan. Uni kimga o'xshatdingiz? Albatta, aktrisa Anna Hathaway. Ana endi miyangizni portlatib yuboradigan fakt. Mana shu ayolning ismi Anna Hathaway. Ha, adashmadingiz, Anna Hathaway. To'g'risi bu faktni birinchi marta eshitganda miyam wow bu portlagan. Haligacha Anna Hathawayning muxlislari unga aytishadi, siz 500 yil oldin tug'ilgansiz, bu reinkarnatsiya. Mana shu narsalarga ishonadigan insonlar ham bor. Lekin bularning hammasi tasodif. Lekin tasodiflar tasodif ham bo'lmaydi. Shu kabi qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.